qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Sonlar yaxshimi? Bugun biz Kaminat bozor, Taxta bozorga keldik. Murodjon Kaminat do'konlariga keldik. Assalomu alaykum Murodjon aka. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Ha, kelib oldik. Keling, narxlarni chiqaramiz. Xo'p bo'ladi. Hurmatli dursungiz uka bu. Hozir. 90 ming so'm. Hozir. Bu stivapilamiz. 50 ming so'm. Choyxona stivapiladi. Bu garbili yo'q. Hammasi choyxona. Bunisi 4 metrli nurlar qo'yiladi. Azat qo'yilgan 40 ming so'mdan. Bu 3 metrli 30 ming so'm. Zo'r aka. Rekalarimiz 3,5 ming so'mdan. 3 metrli, 2 metrli. Narxlaringiz zo'r aka. 3 metrli bruslarimiz 60 ming so'm. Zo'r. 7 to'liq. Chotki. Bu baqot o'sirlarimiz bor. Aha. Qalbo qilib terilgan aka. Maydalar yo'q, hammasi bir xilda, ichida mayda qo'yilmagan. Baqot bular 170 ming bilan 200 ming o'ttasi. Zo'r aka. Bular 70 ming bilan 190 ming o'ttasida. Chotki narxlang. Keyin holda yapasamiz. Chotki ekan narxlang. 5 metr savuqlarimiz. 60 ming bilan 80 ming o'ttasida. Bular to'sinni set qilmagan. Atini palvoq terib qo'yilgan, ayvon to'sin deyiladi. Hozir baho aytilishimiz 80 ming, 90 ming baho aytamiz. 60 ming bilan 90 ming o'ttasi kelishaveramiz. Sizlar narxlaring o'ta zo'r aka. Bu bastalarimiz 15 ming so'mdan, donlari 9 o'nta qo'yilgan. Holatlar zo'r. Baqot to'sinlarimiz bu 120 ming, 150 ming o'ttasida. Bu palvoq terilgan holati eng uchtomon eng kichkasi 12, 15 gacha bo'ladi yo'g'onligi. Endi bu yerda cho'g'armak to'sinlarimiz bor. Chotki. 110 ming so'm bilan 130 ming o'ttasida kelishilgan holda bu ham bo'ladi. Mana vastalar hamma yo'llar cheklanmagan miqdorda bor. Bu tomonda endi hozir yangi qurilish qilaman deyotganlar va qurilish o'tirlarimiz bu tomonda. 5 metrli yaxshi holatlar zo'r. Holatlarimiz bor. 5 metrli qo'lto'sinlar. Holatlar yaxshi. Shular 150 ming bilan 170 ming o'ttasida kelishilgan holda. Keyin Abdulloh buni yangilik chiqarib qo'yganmiz, sassadan qolishmaydi. Hamma shunaqa narsa, jarbili yo'q. Mashina bir qarsam jarbili yo'q. Nechtalik qilib o'rab qo'ygansizlar bular? 6 talik qilib baylangan. Zo'r ekan narxlang. Bitta qilib chiqariladi. Umuman jarbili yo'q. Bular narxi 5,5 ming so'm deyapti. Bu narsa bozorda yo'q. Javob beramiz. Nimaga yo'q deyotganmiz, o'yda 3,5 ming deyar ekanmiz. O'shuna holat bo'ladi. Bu holat hammasi mana oldi qana bo'lsa orqasiga shuna yetgan. Hozir nanadan olib qo'ying. Telefon qilib aloqaga chiqsalar, yana yo'llari bor. Yo'llarni qilib. Men nomdan kelganlar qanchalik spiska? Dastlabkilarni qilib beramiz. Bo'ldi. Sog' bo'ling.